Tuman markazidan 30-40 kilometr olisda joylashgan Pirviqor tog'lar bag'rida Cho'ng'ara mahalla fuqarolarining asosiy drayveri bu sholachilikdir. Hozirda anklav zonasida ushbu mahallaning bandligi sholachilik bo'lganligi bois bu yerning yoshlari chetdan ish qidirmaydilar. Ko'zga ko'ringan mirishkorlardan biri bo'lgan Rustam Ali hojining so'zlariga quloq tuting. Ketdik. Mana erta bahorda yerlarni haydab ekishga tayyorlaymiz. Shu maylarni 20laridan boshlab sholni ekamiz. Ekib har bir 10 kun 15 kunda o'g'itni sochamiz. Shu sentyabrlarda 10lari 15lariga shollarimizni yig'ib terib olamiz. Masalan, men bir 37 sotiq sholpayam bor, o'shani dehqonchilik ekaman. O'shandan 75 qop, 80 qop shol olaman. O'shandan daromadi endi sholisi 75 qop, 80 qop bo'lsa, shu 1,5 tonnani atrofida guruch chiqadi, uni bozorlarga sotamiz. Kilosini bir 40 so'm, 40 mingdan o'shani atrofida sotamiz. Endi yerni yaxshi qarasangiz, shu dehqonchilik o'zimizga daromad yaxshi bo'ladi. Bir yillik daromadimiz shu 70 million, 75 millionga to'g'ri keladi. Shu joydagi guruchda shu 1,5 tonna, 1 tonna 600 guruch olamiz. O'shani sotsak, o'shanga to'g'ri keladi. Cho'ng'ara xalqi asosan o'zbek, qirg'iz va yana boshqa millatlardan tashkil topgan bo'lib, bularga hayotiy tajribaga ega bo'lgan Rustamjon Boynazarov ko'p yillardan buyon raislik qilib keladi. Barchangizga ma'lumki, Cho'ng'ara mahallasining asosiy drayveri bu sholikorlik bo'lib, hozirda aholining asosiy qismi shu sohada va 40 nafari issiqxonalar tashkillab, limon, bodring va boshqa rezervuarlik bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Cho'ng'ara sholichiligi bu azaldan ota-bobolarimiz tarixiga taqaladi. Yana barchaga ayyonki, Cho'ng'ara guruchi nafaqat o'zimizda, balkim qo'shni davlatlarda ham mashhur va xaridorgir. Ayniqsa bozorlarga borganda Cho'ng'ara devizrasi deb guruchlar ustidagi yozuvlar bizda g'urur, iftixor uyg'otadi. Bundan tashqari, xalqimizning yana bir farzandi Polvon va Lutfiniso opamizning 8-mart bayramida taqdirlanishlari bizga yana bir bor motivatsiya sifatida qaraldi. Mahallamiz mehnatkash xalq. Bu yerda o'zbek, qirg'iz, tojik va boshqa millat vakillari bir tanu bir jon bo'lishib, mahalla ravnaqiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Shu kuni hududdagi 58-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkilot direktori Xursanoy Lutfullayeva rais bilan hamkorlikda Cho'ng'ara oilaviy shifokorlik punktida bir necha yil doyalik qilgan, yaqindagina prezidentimiz tomonidan sog'lom turmush medali bilan taqdirlangan Lutfiniso Polvonovani kutib olish tadbirini tashkillanganiga guvohi bo'ldik. Shu kuni 58-bog'cha hududi bayramona tus oldi. Barcha yig'ilganlar opani qizg'in muborakbod etdilar. Safarimiz yakunida cho'ng'araklar bilan qizg'in xayrlashib, yana yo'lga otlandik. Sherzod Sidiqov, Yunus Ali Meliboyev, Tolib Nosir, maxsus axborot xizmati markazi uchun Cho'ng'ara qishlog'idan.